O'rtoqlar, hammaga salom. Sizlar bilan Aida Darov. Shaxsiy rasklad qidirmoqchi bo'lganlar WhatsAppdan aloqaga chiqasizlar. Menda boshqa hech qanaqa sayt yo'q. Xo'p, o'rtoqlar, bugun kartamga savolim: aqlingizdagi insoningiz bilan yarashuv bormi? Tak, ketdik. Hech narsa aytishingiz shart emas. Har doimgidek like, подписка bosishni unutmanglar. Aytishingiz mumkin xo'pda, energiya obmeni uchun. Energiya obmeni qilmaganlarga bu raskladim tegishli emas. Xo'p, yana bir marta eslataman. Aqlingizdagi inson bilan yarashuv bormi? Tak, ketdik. O'rtoqlar, bu aqlingizdagi inson qanaqangi bir mas'uliyatsiz bir inson, ko'rdingizmi? Tushunyapsizmi? Bitta joyga qaraydi, na ishini tayini bor, na bir munosabatga bir действияsi bor. Siz ham ko'ryapsizmi? Ya'ni chorasizsiz. Он клоун, он просто клоун. Серьезные отношенияda bu insoningiz, aqlingizdagi inson jiddiy qaramayapti. Ya'ni qisqa qilib aytganda, bachkanalik отношениеңizda ko'p bo'layotgan ekan. Siz har doim bilasizmi? Ona bolasini tarbiyasi bilan shug'ullanadi-ku. Siz ham отношенияda ko'proq siz rol o'ynayapsiz. Ya'ni hamma narsaga faqat siz birinchi harakat qilyapsiz. Siz hammasi yaxshi bo'lsin deyapsiz, lekin oxirini ko'ryapsizmi? Bola keladi, bola bilasizmi, sizni uzoqdan kuzatyapti, pismiqlarcha. Ani qovun bo'ladi-yu, qovun inson. Qisqa qilib aytganda, bilmadim qayerdan bunaqa insonni bilan gaplashyapsiz, lekin bir qovun inson ekan. 3 kun, 3 soat, eng uzog'i 3 oy ichida bola aloqaga chiqadi. Ko'proq bilasizmi? SMS yozish chiqyapti. SMS yozadi, telefon qilmaydi, SMS yozadi, lekin qizlar, ayollar 1000 bola kelsa ham srazi muhabbatinglarni, sevgilarni bermanglar. Tushuntira oldimmi? Sal o'zinglarni xafaliginglarni his qildiringlar, arazlanglar. Srazi bitta shirin gapiga srazi erib ketmanglar, tamommi? Tulki bo'linglar. Bu safar qaytib kelganda tulki bo'lib gaplashinglar. Tak, tamom, hozirchalik sog' bo'lamiz, salomat bo'lamiz.